Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Tramp dunyoning barcha davlatlari Tinchlik kengashiga qo'shilishga ishonch bildirdi. Deyarli hamma kengashga qo'shilish taklifini qabul qildi. Qabul qilmaganlar esa tez orada buni amalga oshiradi. Umid qilamanki, Rossiya va Xitoy ham Tinchlik kengashiga qo'shiladi hamda G'azoga yordam ko'rsatishda ishtirok etadi, dedi Oq uy rahbari. O'zbekiston rahbari Mirziyoyev qani, qayerda o'tiribdi? Ha, mana u, mening do'stim. Mamlakatingizda ishlar ajoyib. Siz juda ham yaxshi ishlar olib boryapsiz va sizda hech qanday muammo yo'q, dedi AQSh rahbari Donald Tramp. Yaqin 10 kun ichida biz Eron bilan kelisha olamizmi, yo'qmi, bilib olamiz, dedi Donald Tramp. Biz mazmunli kelishuvga erishishimiz kerak. Aks holda yomon voqealar yuz beradi. Steve Uitkov va Jared Kushner eronliklar bilan juda yaxshi uchrashuvlar o'tkazdi. Biz Eron bilan ishlashimiz kerak. Ular yadroviy qurolga ega bo'la olmaydi. Bu haqida ularga aniq qilib aytilgan, dedi AQSh rahbari. Tramp shuningdek, tez orada Ukrainadagi urushni to'xtatishini aytdi. Bu tinchlik kengashi deb ataladi. Tinchlik oddiy so'z, ammo bunga erishish juda qiyin. Lekin biz bunga albatta erishamiz. Biz haqiqatdan ham ajoyib ish qildik va bugun biz bilan birga bo'lgan ayrim yetakchilar ushbu birinchi yil davomida menga katta yordam berishdi. Bu mamlakatimiz tarixida boshqalarga o'xshamagan birinchi yil bo'ldi. Chunki biz 8 ta urushga barham berdik. Nazarimda oldinda yana bittasi bor. Ukraina mojarosi men kutganimdan ham murakkabroq bo'lib chiqdi. Men uni eng osoni bo'ladi deb o'ylagandim. Ammo urush bilan bog'liq masalada nima oson, nima qiyin bo'lishini oldindan bilib bo'lmaydi, degan AQSh rahbari. Vengriya va Slovakiya Ukrainaga dizel eksportini to'xtatdi. Euronews. Budapesht va Bratislava Rossiya neftini Yevropaga yetkazuvchi drushba quvur orqali yetkazib berishning uzilishini bunga sabab sifatida keltirgan. Joriy yil 27-yanvardan beri Rossiya nefti Vengriya va Slovakiyaga yetkazib berilmayapti. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, quvur Rossiyaning Ukraina hududidagi zarbasi oqibatida shikastlangan. Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siarto Kiyev neft oqimini tiklamaganini siyosiy qaror deb aytadi va neft tranziti qayta yo'lga qo'yilmaguncha Ukrainaga dizel eksportini tiklanmasligini aytdi. Slovakiyada ham shunga o'xshash chora ko'rilgan. Davlat nazoratidagi Slovnaft neftni qayta ishlash zavodi dizel eksportini to'xtatib, ichki bozorga ustuvorlik berilishini e'lon qildi. Putinni mintaqaviy dalillar ishontira olmaydi, dedi Germaniya hukumat rahbari. Germaniya kanslerining ta'kidlashicha, Ukrainadagi urushni muzokara yo'li bilan tezroq yakunlashning imkoniyati deyarli yo'q. Bu urush tomonlaridan biri harbiy yoki iqtisodiy jihatdan holdan toygandagina tugaydi. Putinni mantiqiy va gumanitar dalillar bilan ishontirib bo'lmaydi. Bu achchiq haqiqat. Shuning uchun Yevropa Rossiyaning urushni iqtisodiy jihatdan moliyalashtira olishiga to'sqinlik qilishga harakat qilmoqda, dedi Germaniya hukumat rahbari. Germaniya hukumat rahbari Putin rejimi yaqin kelajakda urushsiz yashay olmasligiga ishonch komilligini, chunki unda frontdan qaytayotgan 100 minglab og'ir yaralangan askarlarning kelajagi bilan bog'liq hech qanday reja yo'qligini aytdi. Zelenskiy AQSh Rossiya bilan NATO bo'yicha yangi kelishuvni muhokama qilayotganini ma'lum qildi. Ukraina rahbarining ma'lum qilishicha, Amerikaliklar hamda ba'zi yevropaliklar Rossiya bilan mazkur kelishuvni muhokama qilmoqda.
Ular bu hujjatga doir barcha masala haqida gaplashishlari mumkin. Lekin men uchun muhim bo'lgan narsa shuki, ular NATOdagi potensial o'rnimizni rossiyaliklar bilan emas, biz bilan muhokama qilishlari kerak. Chunki bu mavzu bizga aloqador, deya fikr bildirgan Ukraina rahbari. Zelenskiy shuningdek Jenevadagi 3 tomonlama uchrashuvga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, tomonlar harbiy yo'nalishda muzokarani yakunlashga yaqinlashganlar. Harbiylar o'q o'zishni to'xtatishni monitoring qilish missiyasini qanday ishlab chiqish haqida gaplashgan va texnik tafsilotlarni muhokama qilishgan. Isroil AQSh bilan birgalikda Eronga zarba berishga faol ravishda tayyorgarlik ko'rmoqda. New York Times. Hech kim yangi keskinlikni xohlamaydi. Hamma bu olov bilan o'ynash ekanligini tushunadi. Eron hech qachon yadro qurolini tarqatmaslik shartnomasini buzganlikda ushlanmagan, dedi Lavrov. Rossiya va Ukraina Donbassda hech bir armiya nazorat qilmaydigan qurolsizlantirilgan hudud tashkil qilish masalasini muhokama qildi. New York Times nashr xabariga ko'ra, bu g'oya AQSh rahbari Donald Trampning tinchlik rejasida ilgari surilgan taklifni yana kun tartibiga olib chiqadi. Qo'shma Shtatlarning dastlabki rejasida qurolsiz hudud Rossiyaga tegishli hudud sifatida tan olinishi kerak edi. New York Times manbalari tomonidan qurolsiz hudud zonasida urushdan keyin hududni boshqaradigan fuqarolik ma'muriyatini tashkil etish g'oyasini muhokama qilganini ma'lum qildi. Zaluzhniy Zelenskiyni qarshi hujum barbod bo'lishida aybladi. Ukrainaning Buyuk Britaniyadagi elchisi Ukraina qurolli kuchlarining sobiq bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy yangi bergan intervyusida Zelenskiy bilan yuz bergan bir qator kelishmovchiliklar haqida gapirdi. Zaluzhniyning so'zlariga ko'ra, o'zi va Zelenskiy o'rtasidagi ilk bor tortishuvlar Rossiyaning Ukraina bilan katta urushi boshlangandan keyin deyarli darhol paydo bo'lgan. Zaluzhniy bu 2022-yil sentyabr oyi o'rtalarida Ukraina qurolli kuchlari mamlakat shimoliy sharqida qarshi hujum uyushtirganda sodir bo'lganini aytdi. Uning Kiyevdagi kabinetiga o'nlab agentlar bu yerda Britaniya zobitlari bo'lgan paytda kirib kelgan. Xodimlar aynan nimani qidirayotganini tushuntirmagan, ammo Zaluzhniy ularga hujjatlar va kompyuterlarni tekshirishga ruxsat bermagan. Sobiq bosh qo'mondonning fikricha, tintuv qo'rqitish harakati edi. Zaluzhniy shuningdek NATO hamkorlari bilan birgalikda 2023-yil yozida ishlab chiqilgan qarshi hujum rejasi Zelenskiy va boshqa amaldorlar zarur resurslarni ajratmagani uchun muvaffaqiyatsizlikka uchraganini aytdi. Hozirda mojaroni hal qilish yo'lidagi eng katta to'siq Kiyevning amaldagi hukumatidir, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Sergey Lavrovning boshqa bayonotlari. Rossiya dunyodagi yangi urushlar boshlanishini xohlamaydi. Myunxen konferensiyasidagi chiqishlar Rossiyani dushman davlat deb e'lon qilish va unga qarshi kurashni kuchaytirish g'oyasiga borib taqaladi. Yevropadagi hozirgi siyosatchilar noto'g'ri yo'ldan qaytishiga va u yerda sog'lom fikrli kuchlar ustun bo'lishiga umid qilaman. Vengriya va Slovakiyani Rossiyaning yordamchilari sifatida ko'rsatishga urinayotganlar o'zlarining millatchi o'tmishini sog'inmoqda. AQSh kelajakdagi hamkorlik haqida gapirayotgan bo'lsa-da, ayni paytda Rossiyani jahon energetika bozorlaridan siqib chiqarishga harakat qilmoqda. Suriyaning amaldagi rahbariyati Rossiyaning Xmeymim va Tartusdagi harbiy bazalarini mintaqadagi barqarorlikni ta'minlovchi omil sifatida baholamoqda. AQShning Suriyaning shimoliy sharqidan kuchlarini qisqartirishi oqilona qadam. Biroq bu hududda yangi xavflar paydo bo'lishiga ham olib kelishi mumkin. Eronga qarshi yangi zarbalar berilsa, bu salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Erondan uranni boyitish huquqidan butunlay voz kechishni talab qilish noto'g'ri, dedi Sergey Lavrov.